Endi bola puli olish uchun ixma botdan ro'yxatdan o'tishingiz majburiy ekan. Zo'rmi? Ayolimga telefon qilishibdi, 3 kundan beri davleniya qilishyapti ekan. Bu telefon tutmaydi, prostoy telefon ishlatadi. Botdan ro'yxatdan o'tasan, bo'lmasa bola pulingni o'chirib qo'yaman. Va menda bunaqa telegramim yo'q, oddiy telefondaman desam, kimdan bo'lsa ham topib o'tasan, majbursan. Nihoya себе shu paytgacha so'kinmaganda mana shu kanalimda o'zingizlardan ketib qolmayapsizlarmi? Hurmatli mahalla, hurmatli ijtimoiy xodimlar, ijtimoiy himoya agentligi chichib tashlamayapsizlarmi? So'kinishga majbur, so'kinish emas bu, fakt, sam fakt. Bu chichib qo'yayotganinglar bu aniq fakt bu. Men borku miyam qizib ketdi. Qayta chiqqan qonun Telegram botdan ro'yxatdan o'tish majburiy, o'tmasa pul berilmaydi degan qonun. Savol sizlarga qayerdan chiqdi bu narsa? Men-ku surishtirdim, bitta tanish bordi, Surishtirsam, ya bu majburiy narsa emas, lekin mahalla o'chakishib qolsa bir nima qilib o'chirib qo'yishi mumkin deydi. O'zingizlardan ketib qolmayapsizlar mahalla? Men prosta jinni bo'ldim borku bu ma'lumotni eshitib, bu gaplarni eshitib.